sog'lik salomatlik bersin. Mana shu vaqt yaratda fitoterapiyasiga kelib, bundan 35 kun oldin ko'rinib ketgan. Assalomu alaykum. Ancha Qayerdan sog'lig'im sizlar? yaxshi. Oyoq qo'llarimda yorilgan Qasirg'om tumani mahallalaringiz. Badanimda qichimolar bor edi, bular yo'qoldi. Ko'z, bosh, burun hamma yer qichiydi. Shu qichig'aniga hech odamzod chidab bo'lmaydi. Shular hozir yo'qoldi. Yaxshi, rahmat. Ishtahalar buncha yaxshi emas edi. Ishtahalar ochildi. Shu odam organizmi teskari ishlaydi-da, ochiq narsani yemang desam ham, mening organizmim ochiq mana shunda talab qiladi. Shuni ivaziga menda shu hozir oz-moz kamchiliklar bor. Yana davolanishga keldim, mana 35 kun bo'ldi. 35 kun bo'lsa ham mayli. Boriga baraka, borlarimizga baraka, sog'liqlarimizga, umrlarimiz uzoq bo'lsin, dunyo turgancha tarimizda. Qancha insonlarni ana shu kor gechalardan farq qilib insonlarning